odamni 100% hamma joy ishlaydi. Yurish, bosib to'xtatish. Masalan, pavorotni yopib, mashinani kuzatib, o'ngga qayrish. Ko'rish. Masalan, magnitofon. Shu savolga ozgina qo'shimcha qilaman. Yechish, qo'yish, ko'z ko'rish, miya ishlashi, quloq eshitishi, gapirish, suhbat qilish klientlar bilan. Ya'ni qanaqadir harakat bo'lishi mumkin. Qaylish, qarash, remen taqish, remen yechish, oyoqni tormoz berib to'xtatish, gaz bosish, hammasi bu 100% harakatdagi, ruldagi odamni 100% hamma joy ishlaydi degani bo'ladi. Menimcha gapimga qo'shilasiz sizlar ham. Mashinani o'chirish, eshikni yopish, eshitish, ko'rish, hammasi ruldagi odamni 100% hamma joy ishlashiga asos bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Yana qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, bemalol shu yerda komment yozishingiz mumkin.